Ay, yaxshi kelibdi aka, hoji aka. 1,5 kilo cho'ja ekan. $100 ekan. $100 kami bor. $100 ekan. 500 mingga bo'lmaydimi? 500 bo'lsa olamiz mana. Yirik akalar necha kilo bu? 4,5 kilo. Qaysi oy aka bu? Qo'yamiz. Kuzgi qolib ketgan ekan. Noyabr. Ular 500 ga. Yo'q, Bo'lsa bering jigarim. Keng. 500 ga olsa tavakkal. Bo'ladigani qancha endi? Bo'ladigani yaqinroq. Yopishtirib aytingchi. 1 millionga beraveramiz ekan. Bo'lish ha? Mana, 1 million so'm. Odam bo'lsa mana. Undan kamiga so'ramay qo'yishsinmi? Endi bu to'g'risi gap. Bozor. Shosanmi? Oqshosan emas asli. Bunday havoda go'jalliklar. Asli ketib. $100 ga arziydi qadriga yetgan odamga endi buni pul kerak bo'lib chiqqansizda, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Qishga endi rasxod kerak-da. Tirikchilik, qora qozon qaynash kerak-ku. Ammo zo'r xo'roz ekan o'rtoqlar. Shularni qarang. O'rtoqlar. Gap so'z yo'q. Qancha so'radingiz? 500 berdi. 500 ming so'm. 500 mingga berilmayapti. Kirishiga 500 ming baho qildilar mana akamiz. Bitta so'rashdi. Yo, ishonchim 500 berdi. Zo'r pul so'rashdi. 500 ming. Ya 350 qo'ydiraman. Har bir yoqqa borsa ham. Ha, vaqt ketadi. Sen shu 500. Toza narsa ekan. Bularmi? Endi qo'shma. Yo, ishonchim pul beryapti ishonchi. Yo'qsa mana 200 mingga ham beryapti. Ha, katta edi. Zo'r xo'roz ekan. Katta aytadi. Mana puli keldi, sot. 500 ming so'radilar, ketdilar aka ham. Bo'lmaydimi 500 ga? Voy joning sog' bo'ling. Chotga xudo xolasi zo'r xo'roz ekan. Mana o'rtoqlar yirik ekan. Nech pul bo'ldi aka bu? 170 ming. Oldingiz. Sotasizmi? Qanchaga sotasiz? 300 berganga berib yuboraver. 130 ming foyda qilar ekansiz-da? 200 berdilaringmi? 200 mingga bering, 30 ming foydasiga. Xudo barakasini bersin. Ammo 30 ming yo'l Makiyon. Qancha olib keldingiz? Qaydan keldingiz? Aka, bu aka. Tuxumda ekanmi? ozgina qoldi. Ozgina. 200 ga berasizmi? 300 bo'lsa berib yuboraver. Ha, insof bilan aka. Insof bilan aka. Dehqon nohibsiz mana dehqon so'rayapti ekan. Qo'shsinlar berib yuboraver. Qo'shsa berasizmi, o'zimni 10 ming qo'shing. Bering. 250 bo'lsa so'tar. Yo'q, 40 ming foyda Voy, bo'lyapti. Namanganda zo'r pulga oladi, chin ko'ngil. Yo'q, ola olsam, sen. Ayollar aka. Ustida aka, ustida 30 ming. Mana golkina qilib keldim-ku. berasizmi? Yaxshi narsa. 210 ga. 220 ga bering. Oğlum, Nodir akam olsan, oğlum bizga oladi. Buni ko'ram chiqib oldin. Nima qilib ketdim? Qo'l dushar ustamga, qo'l dushar ekan. Menga qarang, voy gapni eshiting. 50 ming foyda beryapti. Xursandmisiz? 250 bering. Yo'q. Bering endi. 200 bo'lyapti bering yana. Sotildi. Qancha? 220. 225 bo'ladi. 50 ming. Ish bor ekan, mana ko'kto'y. 800 ming kam bor ham. Aka, bu xo'rozlar qimmat. Gapingiz bo'lsa gaplashib ko'ramiz. 800 ming qimmatmi? Masha o'sha. So'rashib ko'ramiz. Urazmisan, urazda. Gapsiz yo'q. 800 ming kam bor. Egasini olib qo'ying rasmga. Qaysi oy ekan bu? Aprel oyi. Bunisi qancha qo'ldagisi? 600 kami bor. Endi uyg'onyapti. Endi uyg'onyapti. Gap yo'q. Bugun xo'rozlar nech pul? Aka, sizga nech pul? Puli bu ham. 500 ming. Chaydonda urazlarda. Ammo yaxshigina ekan saman. Iye, javob. Zo'rang, ha. Bola, moshinalar chiqib, bu sizdan emasmi bular? Yo'q, bizdan emas bular. Ko'kto'y. Kashak to'g'ri. Birovnikini o'zingiznikini maqtab birovga yomonlamang. 1 million kam bormi o'rtoqlar? Samanni chotkisi mana. Qaysi oy edi bu? Fevral oyi. Ertangi ekan do'stlar bu. Mana yerda ham bitta bor ekan yirikrog'i. Nech pul bu? Sotiq qancha ketdi? 400 mingga sotilibdi mana. To'lay xo'roz ekan o'rtoqlar.
Gap so'z yo'q. Bu yuriga nech pul ekan yuriga aka? 800 ming. 800 ming. Kam bu qancha baho qilishdi? Endi qilishadi. Ammo o'ta yuriga ekan. Katta kiysi ekan. Nech pul bular? 1 million aka. 1 million so'm. Yaxshi zot. Yaqmonlarchi mo'lari? Bu makiyon 500 ming, qora 100 dollar deyapman. Qora 100 dollar, makiyon 500 ming. Yaxshi zot ekanda, narxiga qaraganda kelib chiqish yaxshi ekan. Oq xo'roz chiqibdi. Tulag ekan bu. Nech pul deyapsiz? 1 million so'm. Kichkinaroq ekan kesinmi, lekin kechroq chiqqan shekilli. Yaxshi chiqqan ekan. Tulag aka o'rtoqlar. 1 million. Bu ham oq ekan, bu katta ekan, yirak ekan bu. Mana oq xo'roz so'raganlar. Bu ham tulag ekan. Gap so'z yo'q. Bunisi ham o'ta chiroyli chiqqan ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, yesin seshanba parranda bozori. Bir jup so'ra kelgan ekan bozorga. Tulag makana bu? Nech pul aka bu? Xo'rozichi xo'rozi? Xo'rozi ham 500 ming ekan o'rtoqlar. Jo'natib so'rayapti. Arzon narxda aytyapti, barakasini bersin. Nech pul deyapsiz aka? Oldu 150 ming. 150 mingga. Undan ham bo'ladimi? Ha. Gap yo'q. 150 ming olibdilar. Gap so'z yo'q. Xudo barakasini bersin. Arzon bo'pti-a? Sotamiz-da, endi 50 ming bersa, to'g'rimi? Ha, shunaqada xudo xohlasa. O'rtoqlar. Juda ham yirik makiyon ekan bu. O'ta yirik ekan. Nech pul makiyon? 400 Nech pul deyapsiz? 500 ming so'm. Xo'rozichi? Xo'roz ham 500 ming. Bugun mana seshanba bozori mana. Gap yo'q. Joning sog' bo'ling. Voy, nech pul bu jo'ja? Turizm deyapti mana. Hozir haqi beraman aka. Turizmning kami bor a? Alloh bo'lsa, ha, kami bor. Kechkiroq chiqqanmi bu? Kechkiroq, ha. 400 ming so'm kami bor. Kecha borsa, Aha, gap yo'q. 400 ming so'm ekan. Oyoqlarini yig'ishtirib turish yaxshi ekan. Bu makiyon 500 ming juda yirik makiyon ekan. Nech pul mana shu? Mana shu nech pul ko'rsatingchi? nech pul aka? 600 ming aka. 600 ming bitta bellarini ko'rsatingchi. Yaxshigina ekan a? Gap so'z yo'q. Amir hoji akam shaydalar, rektalar, trendtalar akam. Yapamba. Bayda direktor mana. Nech pul dedi buni pulini? 600 ming so'm. Qancha baho qilinyapti? 150 ming, 170 ming. Bu aka? Ha. Bu aka o'zi past so'raydi. Normal narx ola olmaydi bak. Yo'q, yo'q. Nech pul? 200 mingga. 200 mingga chiqdilarmi? Sekin chiqqanlar-da. Sama yangi keldimi? Hozir yo'q edi-da. Tulak. Haligi tulakda. Ha, qo'ldaydi bu, ha? Ha, qo'ldaydi. Ammo juda chiroyli kelishgan ekanda. Qancha qildi sir bo'lmasa? 150 ming. 150 ming. Qadr ketmaydi bozorda buni. Metadan chiqavermaydi. Gerakil aka bu. Gerakil mana. Sen nima xabarimda chiroyli qilib turing, ko'rinmayapti. Ko'tarib, siz ko'tarib ko'ring hozir. Yangi chiqqan zot aka bu. So'ragan-a? Nech pul belini ko'rsating, belini. 100 dollar aka. 100 dollar. Yerga qo'ysa bo'ladimi meni? Bo'ladi aka. Qo'ying yerga. Yuradimi qarang? Voy, voy. Gerakil. Nech kilo? 5 kilo 600 ga. 5 kilo 600. Xorozga qo'yib ham berdik. Ammo turishidan 7 kiloga o'xshaydi-a? Boqilmagan holatda. 100 dollar ekan. Nechta tulak bu? Bir pulda. Bir tulak. Gap so'z bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Xo'rozni mana yaxshi kelibdi bozorga. Gerakil degani mana. Endi o'rtoqlar xafa bo'lmaysizlar. Kim bozorga xo'roz olib tushgan bo'lsa, biz yaxshi deb qo'yamiz. Chunki egasi xafa bo'lmasligi kerak. Negativ fikr bildirmaysizlar. Hamma ham yaxshi niyatda xo'roz boqqan. Xo'rozni yomon ekan deb xo'rozni yomonlamaymiz. Yaxshimi yomonmi zo'r deb qo'yamiz. To'g'risi-da, aka. Xo'rozni zo'r ekan, aka. Barakasini bersin. Ashi yapon to'g'lar ollik nech puldan ekan bular aka? Kimdan bu? Vandan. Sizdan nech pul sibraytlar? 400 ming. Bir jup ha? Tamam, çok qo'yibdi. Qolganlari qanchadan aka? 150 mingdan. 150 ming xo'rozni ko'rsating, qancha bu? 200 ming. 200 ming. Qolganlari 150 mingdan ekan. Endi bu aytilishda to'g'ri kam bor-da. Kami bor. Gap yo'q. Shabu 200 ming ekan, qolganlari 150 mingdan ekan. Ana o'rtoqlar dekorativni yapon to'g'ri.
Yaxshilar bor ekan. Assalomu alaykum. Salomat eson-omon, yaxshimisiz, charchamayapsiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bozor boshlabsizlar. Salom, ha? Hammasiga salom. Gap yo'q, sog' bo'ling. Dakanlar ekan-a bular ko'proq. Dakan xo'rozlar bor mana. Xorozlar nech puldan xorozlar? Xo'rozlar 120 dan kam, ozginadan kami bor. Kami bor. Makiyonlarimizchi? Dakanlar 80 dan. Makiyonlar 80 ming. Bu adlireski xorozlar mana. Dakanlar 100 deyapti, 80 qilib beryapti. Chiroyli adlireski tovuqlar mana. 180 qilib berishyapti. Qora tovuqlar qanchadan? Qora tovuqlarni 120. Bugungi narxlari kami bor. Ozgina kami bor. Tuxumdami? Tuxumga tayyor bular. Unga tayyor. Gap so'z yo'q. Mana bu jo'jalar. Nech puldan bular? Jo'jalar 60 mingdan, 10 ta makiyoni bor. Oqlar 35 ming, 40 ming. Bular 60 mingdan kami bor.